unda kravaticheniya ochilmaydimi? Unda metastaz berganda ochiladi kravaticheniya. Keyin уже hech narsa qilolmaysiz siz. O'zim aqlashim kerak. Siz men hozir faqat kolbaskaga sizlar kelgansizlar, направление bilaman, zakljuchi plus savol berdilar menga, men muzlatdim. Shuni bilmoqchiman dedilar. Men displaziya bor dedim, men muzlatdim u deyapti. Men displaziya diagnozini beraman. Xohlang o'zingiz doktoringizga boring, xohlang mana Tashkent yonida onkologiya markazi ochilgan, u yoqqa borsanglar ham bo'ladi. Muzlatdim borsanglar, u yerdan ham shu gapni eshitasiz. O'shani nimaligini ko'rish uchun kelyaptilar menga. Men displaziya sheklimatga beraman bu yoqqa. O'zi u qog'ozingizni ko'ryapman, displaziya bilan muzlatildi deyapsiz. Muzlatildi degani bu demak kislota bilan shu joy kuydirildi degani. Biz faqat ma'muni oldi haqida ma'lumotga egamiz, ko'ryapsiz sheykingizni. Ma'mida nima borligini bilmaysiz-ku, servikalniy kanalda. Siz amputatsiya bo'lgansiz, men bilmayman nima sabab bilan matkani olishdi, lekin bachadon bo'ynini qoldirdi sizda. Hozir endi bachadon bo'ynida o'zgarish chiqib, displaziya degani rak oldi holat. Prosta umumiy displaziya deb yozib ketishi bu sal noto'g'ri. Uni ham chunki bosqichlari bor, darajalarini qo'shib yozish kerak. Displaziya holati, rak oldi holati bo'lgani uchun, masalan, Simbir 1 yildan 5 yilgacha vaqtni ichiga olishi mumkin. 2 bu rak oldi holati, 3 bachadon bo'yni raki, 4 infiltratsiya metastaz jarayoni. Mana bu joyni analizini biz kanalning ichidan olamiz. Mana olmaymiz. U ham o'rtachaga tekshirgin deyapti. Ustini o'zini kuydirib sizga chiroyli qilib qo'ygani bilan buni momentdan muammo chiqadida tepaga qarab ko'tariladi. Ammo bitingizni har doim ko'rsak chiroyli bo'lib turaveradi. Hozir ham servikalniy kanalda o'zgarish bo'lmaydi. O'shaning uchun men tushunmadim muzlatish nima, qanaqa muzlatadi, nimaga muzlatadi. Bilmadim, endi o'zi bilan gaplashasiz, o'zini taktikasi. Undan tekshiruv o'tkazib, tasdiqlangandan keyin xirurgik yo'l bilan oldirasiz, bo'lib qutulasiz. Muzlatib, keyinchalik to'satdan qon kelsa boshqa narsani qilasiz.